Bovam aytqan hikmetler. Yalğançılık canğa ekek saldı. Avazda Ğunçam Rozi. Burun bir yurtda, ömürde bir qıtımmı rast kep qıp baxmıgan, her qaçan barını yok, yoqni ba deydigan bir yalğançı adam ötkenken. Günler ötüp bu adam ağırıp qilip, talatızga çıqalmas bolup qaptı da, balısıga. Eğer bireri meni izlep kelse yok degen, so'rag'anlarga saqaydi deb qo'yg'in. Uyga hech kim kirmasin, deb chekilatdi va tevqimi ko'rinmay uyda yetiveribdi. Natijada bu odamning kesili kundan kunga ig'irlashib, o'lar holatga kelib qopti. Bu yurtda Nam şehirde başqa joylarga keng tarqalgan bir tabib bo'lib, u har qanday kasallikni saqaytishga mahir. Xalqni kasal azobidan qutuldirishni Paris va burchi hisoblaydigan kishi ekan. U nada kasal bo'lsa, shu yerga berib, ancha bak haq surishtirib ketmay davolaydi ekan. Bir kuni bu tabib heliqi yolg'onchi kishining kesel bo'lib yetib qolganligidan xabar tepibdi-da, shifoliq dori-darmonlar bilan uning qo'rusiga yetib kelib, ishqa qipti. Biri kelgan o'xshaydi. Agar meni so'rasa, uyda yo'q degin, debdi hayoti tugash oldida turgan yolg'onchi odam o'g'liga buyurib. O'g'il chiqib darvozani ochibdi. Balam, Dadanın ahvoli qandaqroq? Uzoqdan beri kasallik bilan yotqandi. Bugun biroz yoshlanganlikdan bozorga berib kelay deb ketdi. Debdi o'g'il rost gap qilsa, dadasining xafa bo'lganligini bilib, tabib bu gapni anglab qaytib ketibdi. Aradan bir soat vaqt o'tmay, yolg'onchi odam o'libdi. Oğlu yığılab, dadasının gepiga kirib, yalğan sözlüganiga noyati pushaymon qipti. Va yalğanchilikning dadasının o'lishiga ham o'zining yetim bo'lib qolishiga sabab bo'lganligidan savoq elib, rostchil odam bo'lishga iroda bog'labdi. Hikmat: yalğanni o'zingga odat qilsang, yashig'iningmi yalğan bo'lib qoladi.